Qo'ymayı chiqargan vaqtimizda suv bilan qaynatib chiqaramdiq, may bilan ko'ydirib chiqaramdiq. Ikkinchisi xato. Bugun sizlarga uzun muddat saqliqli bo'ladigan, ko'ngilga tegmaydigan, ham yeyishlik, ham oq qo'ymayı chiqarishni o'rgatib qo'yay. Qaynamiz videoning oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Eng avval quyruq mayni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin jilman suv silib bir qaynatib olamiz. Bunda vaqtimizda suvga qo'ymayga chaplashib olgan tük, qon, har xil maynat moddalar suvga chiqib ketadi. Suvdan süzüp elib olgandan keyin qozonga bir chin atrofida suv quyib, hozir qaynatib elib olgan quyruq mayni qayta boshlardan silib, yuqori o'tda 6 minut atrofida qaynatib olgandan keyin mush holatda buning mayini chiqaramiz. Ko'rib mishak kapsizlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Taom xumar do'stlarimiz uchun 60 xil dars tayyorladim. Buning ichida cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizning 60 xil darsini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil taom to'piq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Diqqat qildigan ishlar qo'ymay eritgan vaqtimizda mushtaq suzuk may chiqqan vaqtida ham o'tin pasaytib etamiz. Buningdagi olmadan bir tal piyoz, sinjang, 8 quloq, kavovichin, xushpurak yupurmoqlarni silib, piyoz sarg'aygan vaqtida limon suyidan bir qo'shib qo'yib etamiz. Limon suyi g'ayri puraqni yo'qtidi, ko'ngilga tegmaydi. Uzun muddat saqlab ishlatmoqchi bo'lsangiz, seriq burchaqdan 5-6 tal tuzini ozroq silib olsangiz bo'ldi. Endi ikkinchi qatorliq mayimizni eritib olamiz. Bu vaqtida qo'ymayni bakroq kuydirib elib olsanglar bo'ldi. Bundaq may kuydirib olgan vaqtimizda uzun muddat saqlig'ili bo'ldi, ko'ngilga tegmaydi. Ham yeyishlik, ham oq o'rganib oldingizmi? Qani siz